Keling oldi. Keling, yaxshimisiz? Ha, rahmat aka. Charchamayapman. Ha, ish tugatyapti. Qolgan xonalar bitta. Ishni ko'rsangiz, agar yoqsa Bo'ladi. bo'ladimi? Bo'ladi. Agar bo'lsa, biz ham xizmat haqimizni bersangiz, biz ham ketamiz. Boshqa joyda ishlarimiz bor. Nima? Pul deysanmi? Ya'ni nimaga pul? Shu o'zimizning ish haqimizni so'rayapman. Oldindan berdim o pul yana qaysi ishingga pul beraychi men senga monqara yaxshi bo'lmagan hech kim mendaqa pul bermagan hech qaysi ustaga monqara yaxshi bo'lmagan ishlaring qaysi ishingga pul beraychi Ota bergan bu biz bir kunlik ish haqini. Bu yerda 10 kun ish qildik. Qolgan 9 kunlik kim beradi? Ishlarimiz juda yomon emas, yaxshi. Короче, yo'q pul qalay tushunishding surishbotdan Biz so'rasam o'zim haqqimni so'rayapti. Biroq haqi kerak emas bizga. Berish niyat yo'qmi shuni ayting. bermasam nima qilishasan hozir aytchi qo'lingdan nima keladi ko'raychi Do'stlar, bunaqa vaziyatlarga ko'p tushadi ustalar, uy egalari o'rtasida tortishuv. Bunaqa vaziyatdan tez qanday chiroyli holatda chiqishni men sizga o'rgataman. Kuzatib boring. Toshkentga hozirman. Ustingizdan yozaman. Ariza qilaman, hamma pulini undirib olaman, kerak bo'lsa. Allo dadasi bilasanmi erim qayerda ishlaydi sen yozmoqchisanmi ustimda boshlig'i ishlardi Go'radelda boshlig'i taniysanmi ha dadasi shu bilan o'zi shug'ullanib qo'ysangiz bo'laveradimi ha bo'ldi men ustimdan yozarkan o'zingiz shug'ullanib qo'ying dadasi rahmat yaxshi ishlang yur ketdi o'zim boraman Opa. Mozga yo'li yo'q ekan do'stlar. yur o'zim boraman erim yoniga yozib Oxirgi imkoniyatimiz. Opa, iltimosizsan. Opajonim, siz so'kam opa, kechiring meni. Qilgan mehnatlarimizga rozimiz opa. Roziman rostdan. Kechiring albatta. Roziman opa, mindan faqat shikoyatingiz yo'q bo'ldi kelishib oldik yaxshi dam oling rahmat katta rozi bo'lasiz ishingizni qilgan Opa, 100 ming so'm pul berib turamizmi? Yo'q keladi. Qarzga faqat qarzga.